Hozirgi turmushimizni yo'llarsiz tasavvur qilish imkonsiz, chunki har kuni biz xoh piyoda, xoh avtotransportda bo'lsin yo'llardan foydalanamiz. Ana shu jarayonda esa bevosita yo'l harakati ishtirokchilariga aylanamiz. Bugungi kunda tobora rivojlanib, yangicha qiyofa kasb etayotgan shahar va tuman yo'llari esa har qachongidanda serqatnov. Bunday vaziyatda har bir shaxs yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishi shart. Qoidalarga rioya qilmaganlar, ularni mensimaganlar esa albatta javobgarlikka tortiladi. Yo'llarda sodir bo'layotgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari va qoidabuzarliklarning baravaqt oldini olish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda kuchaytirilgan tartibdagi nazorat, reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Mazkur reyd tadbirlarda qo'pol qoidabuzarliklar sodir qilgan haydovchilar aniqlanyapti. Urganch shahrida o'tkazilayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan maxsus reyd tadbirlari davomida ushbu Equinox rusumli transport vositasi to'xtatib tekshilganda ushbu haydovchi transport vositasini yon oynalarini ruxsatnomasiz qoraytirib, qora plyonka o'rnatib boshqarib yurganligi aniqlandi. Holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ushbu haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, endilikda ushbu transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirilmoqda. Urganch shahrida olib borilayotgan reyd tadbirlari davomida Pahlavon Mahmud ko'chasida 10X rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirganda haydovchi tegishli hujjatlarsiz hamda transport vositasining old loboy oynalariga qora plyonka o'rnatib transport boshqarganligi aniqlandi. Shu holat bo'yicha haydovchiga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelindi. Ushbu vaziyatli transport vositasi akademik ko'zida to'y marosimida harakatlanib kelayotgan paytda to'xtatib hujjatlarni tekshirganlarimizda haydovchi ishonchnomasiz transport vositasi boshqarganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Transport vositasi belgilangan tartibda jarimadan orttirildi. Tungi reyd tadbirlari davomida Lacetti avtomobili to'xtatib tekshirganda transport vositasini qayta jihozlab transport boshqarganligi aniqlandi. Shu holat bo'yicha haydovchiga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib boriladi. Urganch shahrida xizmatimiz davomida Pahlavon Mahmud ko'chasida ushbu transport vositasi to'xtatilib, me'yoriy hujjatlari tekshirilganda haydovchining yonida me'yoriy hujjatlari to'liq emasligi aniqlandi. Shu holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtincha saqlash uchun jarimadan qo'yib turamiz. 10X rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati inspektorlarining bir necha bor to'xtash ishlari bo'ysunmas harakatlanib ketganligi sababli ko'rilgan choralar natijasida haydovchini to'xtatib, belgilangan tartibda transport vositasini jarima maydonchasiga olib keldik. Afsuski, keyingi vaqtlarda hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, qoidalarni u qadar hali yaxshi tushunmaydigan ayrim yoshlarimiz tomonidan transport vositalarini boshqarish yetmaganiday driftlar qilib, turli qoidabuzarliklar sodir etib, uni do'stlari orasida yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'z-ko'z qilayotgan yoshlar ham uchrab turibdi. Hazoras tumanida ham ana shunday yuqorida biz ta'rif berganimizdek haydovchilik guvohnomasiga ega emas yo'l bezorisi aniqlandi. Ko'rib turganingizdek, ushbu qoidabuzar haydovchi to'y marosimlarida qoidalarni buzyapti. Ushbu holat yuzasidan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan bayonnoma rasmiylashtirilib, jinoyat ishlari bo'yicha Hazoras tuman sudi tomonidan yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzgan haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 128-moddasi, primon moddasi 2-qismi bilan uzil kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Qilgan ishlarimdan doğrusu pushaymonman. Bu ishimni davlat xodimlari bilinmaganda bo'ladim. Afsuski, buni hammasini biladi ekanlar. Qilgan yaqinlarim, tengdoshlarim maslahatim iloji boricha ham qoidabuzarliklar etmanglar. Pravosiz avtomobil boshqarmasinlar, meni drift etmasinlar, odamlar hayotini xavf solmasinlar. Qayta takrorlanmasligini men ham va'da beraman. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan doimiy ravishda haydovchilar to'y marosimlarida qoidalarga amal qilishliklari bo'yicha ogohlantirilib kelinishiga qaramasdan, Urganch shahrida yana bir yo'l bezorisi aniqlandi. Kuni kecha Urganch shahrida to'y marosimlarida aynan ushbu Equinox rusumli transport vositasini haydovchisi yo'llarda harakatlanganda boshqa harakat ishtirokchilariga
hurmatsizlikda ifodalangan xatti-harakatlar qilib, drift qilib, yo'l bezorligi, qoidabuzarligini sodir etgan holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi va belgilangan tartibda ushbu transport vositasi va uni boshqargan haydovchining shaxsiga oydinlik kiritildi. Belgilangan tartibda ushbu qo'pol qoidabuzarlikni sodir qilgan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan, ya'ni yo'l bezorligi, qoidabuzarligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Biz doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali barcha harakat ishtirokchilarini ogohlantirib kelishimizga qaramasdan, ayrim yoshlarimiz tomonidan to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalarini qasddan qo'pol tarzda buzib, yo'l bezorligi, qoidabuzarligini sodir qilish holatlari kuzatilmoqda. Joriy yilning shu davr mobaynida 31 ta holatda aynan ushbu turdagi yo'l bezorligi, qoidabuzarligi sodir qilganligi aniqlangan. Ushbu haydovchilarga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ularning boshqaruvidagi transport vositalari vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasida yo'l bezorligi, qoidabuzarligi sodir qilgan haydovchiga sud organlari tomonidan huquqiy baho berilib, aynan ushbu moddada 1 yildan 2 yilgacha haydovchilik huquqidan mahrum qilinib, 25 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlanishi belgilangan. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda, ayniqsa to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlarini, o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostida qoldirmasdan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Har birimiz to'ylarni yaxshi niyat va quvonch bilan boshlaymiz. Biroq to'y marosimlari chog'ida yo'llarda yoshlarimiz tomonidan avtotransport vositalarini betartib, guruh bo'lib harakatlanish va boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizligi hamda sog'lig'iga jiddiy xavf tug'diruvchi xatti-harakatlar qilib, uni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'z qilib namoyish etish holatlari kuzatilmoqda. Aynan siz lavhada ko'rib turgan holatlar ham Shovot va Hazoras tumanlarida to'y marosimlarida sodir bo'lgan bo'lib, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tiroziga sababchi bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv o'tkazilib, ushbu to'y marosimlarida ishtirok etgan hamda guruh bo'lib harakatlangan barcha qoidabuzar haydovchilar aniqlanib, belgilangan tartibda qoidabuzarlarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositalari vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga qo'yildi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish uchun ayrim shaxslar tomonidan yo'llarda o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, turli xil nojo'ya harakatlarni qilib, uni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'z qilish holatlari uchrab turibdi. Urganch shahridagi markaziy chorrahalarning birida jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish bilan bog'liq huquqbuzarlik aniqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Urganch shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borildi va belgilangan tartibda ushbu qoidabuzarlikni sodir qilgan shaxsning shaxsiga oydinlik kiritildi. Biz jo'ram bilan qoidabuzarlik aytdik, bizlar tushuntirishlarni olib bordik. Biz xato etganimizni tan olamiz. Interesida xatolarni atarmaslik kerak, biz aytgan ishimizda ishonamiz. Yoshlik qilganman shu video olib Instagramga qo'yib berib, keyin shundan pushaymonman. Boshqa ishlar takrorlanmaydi. Hozir belgilangan tartibda sizlarni shu qilgan xatti-harakatlaringiz bo'yicha hududiy profilaktika inspektori tomonidan hujjatlar rasmiylashtirildi, ya'ni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar endilikda belgilangan tartibda sud organlariga yuboriladi va sizlarning qilgan xatti-harakatlaringizga sud organlari tomonidan huquqiy baho beriladi. Ushbu holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Urganch shahar sudi tomonidan qonuniy chora ko'rildi. Sud qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan üst sudga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ko'rib turganingizdek, ushbu huquqbuzar ham qilgan noto'g'ri harakatlari uchun qonun oldida javob berdi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlarda siz tomonidan sodir qilingan qoidabuzarliklar aks etgan video lavhalar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining axborot guruhi mas'ul xodimlari tomonidan kuzatib boriladi va belgilangan tartibda qonuniy choralar ko'rilishi ta'minlanadi.
Barchamiz alkogol ichimlik ichib sodir etilgan ayanchli hodisalarni ko'p ko'rganmiz. Buning oqibatida qanchadan qancha murg'ak farzandlar, ota-ona yoki aka-singillarimiz qurbon bo'lishgan. Afsuski, bundan to'g'ri xulosa chiqarmaydigan haydovchilar hanuzgacha uchrab turibdi. O'tkazilgan nazorat reyd tadbirlar davomida o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qoldirib, mast holda transport boshqargan haydovchilar aniqlandi. Nima sababdan mast holatda transport boshqarib yursiz? Hatto o'z tilini boshqara olmayotgan haydovchi mashinani qanday boshqardi ekan? Uning yo'lini inspektor to'smaganida u qayergacha bora olardi? Kimnidir umriga zomin bo'lmasligigacha kafolat bormi? Tungi reyd tadbirlari davomida nazorat tariqasida yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ushbu Damas rusumli avtomashina haydovchisiga qonuniy tartibda to'xtash chorasi ko'rsatilib, haydovchiga nisbatan tekshirish o'tkazilganda haydovchi transport vositasini mast holatda boshqarib yurganligi aniqlandi. Holat bo'yicha haydovchiga yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu avtomashina vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga joylashtirildi. O'rta haydovchi, nima sababdan mast holatda transport boshqarib yursiz? Bundan keyin mast holatda transport boshqarmang yaxshimi? Bu og'ir oqibatli yo'l transport hodisasini keltirib chiqarishi mumkin. Har kuni haydovchi yoki yo'lovchi sifatida avtomashinada yo'lga otlanar ekanmiz, safarimiz bexatar bo'lsin deya niyat qilamiz. Urganch tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida skuter haydovchisi ham yo'lga otlanar ekan, manziliga eson-omon yetib olishini niyat qilgan bo'lishi aniq. Lekin birgina e'tiborsizligi sabab uning safari xatarga to'ldi. Urganch tuman hududidan o'tgan D218 avtomobil yo'lining 8-kilometrida haydovchi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan boshqaruvdagi Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib borayotib, haydovchiga nisbatan o'ng tomondan chap tomonga yo'lni kesib o'tayotgan skuter haydovchisini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada skuter haydovchisi olgan tan jarohati tufayli voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Urganch tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Qadrli yurtdoshlar, mana ko'rib turganingizdek, tezlik me'yorlariga amal qilmaslik, e'tiborsizlik va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslikning oqibatida mana shunday ko'ngilsiz hodisa sodir bo'ldi. Hurmatli haydovchilar, transport boshqarayotganda tezlik me'yorlariga amal qilishlaringizni va yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda transport boshqarishlaringizni so'rab qolaman. Shu kabi yo'l transport hodisalari va uning qurboniga aylangan insonlarning hayotini kuzata turib, har kuni avtoulovda yo'lga chiqayotganda nafaqat safarni bexatar bo'lishga niyat qilish, balki mas'uliyatni ham esdan chiqarmaslik zarurligiga amin bo'lasan kishi. Zero yo'l qoidasi umr foydasi ekanligi bor haqiqat. Afsuski, Yangiariq tumanida sodir bo'lgan yana bir yo'l transport hodisasi ayanchli yakun topdi. Yangiariq tumani Angarik mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 90 va 062 avtomobil yo'lining 1-kilometrida haydovchi 1991-yilda tug'ilgan, boshqaruvda bo'lgan Nexia rusumli avtomashinani chap tomonga qayrilmoqchi bo'lib turganida orqa tomondan harakatlanib kelayotgan 1992-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvdagi Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib quvib o'tmoqchi bo'lib harakatlanib Nexia avtomashinasiga urilib boshqaruvni yo'qotishi natijasida yo'l chetida trotuarda turgan 2023-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan piyodani urib yuborib yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada yo'l chetida trotuarda turgan voyaga yetmagan piyoda voqea joyida vafot qilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiariq tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yo'ldoshlar, haydovchilar, mana ko'rib turganingizdek, Yangiariq tumanida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Viloyatimiz hududida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining asosiy sabablari haydovchilar tomonidan tezlikni me'yoridan oshirishlari, oraliq masofani saqlamaslik va qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanishlar oqibatida sodir bo'lmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlaringizni, o'zingiz va o'zgalarni hayotini xavf ostiga qo'ymasliklaringizni so'rab qolaman.
Viloyatimizda yil boshidan buyon qayd etilgan yo'l transport hodisalari tahlil qilinganda, ularning ko'pchiligi tezlik hamda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib avtomashina boshqarishlari oqibatida kelib chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli haydovchilarimizdan o'zlari va atrofdagilar hayotini xavf ostiga qo'ymaslikni, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'raymiz. Hurmatli haydovchilar, unutmang, bugun tezlikni oshirib manzilingizga yetib olgan bo'lsangiz, ertaga yetolmay qolishingiz mumkin. Yo'llarda belgilangan me'yoriy tezlikka rioya qiling va har doim manzilingizga eson-omon yetib oling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.